Agar inson o'zini bu hayotga haqiqatdan tayyorlamasa, o'zini to'g'rilamasa va odatlarini agar bir maromiga keltirmasa, har xil jarayonlar bor. Har xil misol uchun tashqaridan keladigan bizani motivatsiyamizni sindiradigan va duximizni tushiradigan va ishlash jarayonlarida, amaliyot jarayonlarida bizani tushkunlikka tortadigan ko'p jarayonlar bor. Shuning uchun odam o'zini tarbiyalab borish kerak. Ya'ni endi bir virus desak ham bo'ladi, tashqaridan kelgan viruslar immunitet past bo'lgani uchun bemalol kirib keladi-da, odamni immuniteti tushadi-da, keyin tushkunlikka tushib kasal bo'ladi. Kasal bo'ladi degani bu muvaffaqiyatsiz bo'ladi degani-da, ikkalasini bog'laydigan bo'lsak. Immunitet mustahkam bo'lishi uchun, energichni bo'lib turish uchun ertalabki energiya bu juda muhim hisoblanadi. Ertalabki turib harakatlanishimiz va uxlash retseptini to'g'ri tutishimiz va shuning ichida qalbni yayratadigan harakatlar qilib yurishimiz bu to'g'ridan to'g'ri energiyaga ta'sir qiladi. Energiyani oshiradi.